أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت. G'azodagi ochlik, qamal va tazyiqlar hali hamon davom etmoqda. Isroil ba'zi yordamlarni kiritib, dunyo xalqlariga xuddi G'azoda ochlikni tugagan qilib ko'rsatishga harakat qilmoqda. Lekin haqiqat unda emas. Biz qiyinchilik bilan bozorlardan tovuq go'shtlarini topib, sotib oldik, ammo narxlar juda ham qimmat. Bugun 2025-yil 23-dekabr. Hozir G'azodagi och va muhtoj oilalarga mana shu tovuq go'shtidan tayyorlangan issiq palovlarimizni tarqatamiz. Ushbu xayrli loyiha Imom Buxoriy vaqfi orqali bizga ehsonlarini yuborgan namanganlik marhum Iqbolxon ona hamda Movarounnahrlik Abu Mus'ab birodarimiz tomonidan amalga oshirildi. Alloh ehsonlaringizni qabul qilsin va sizlarga va oilangizga va farzandlaringizga baraka bersin, hamda sizlarni jannat mevalari bilan taomlantirsin. Alloh barchamizni mana shunday ehson qiluvchilardan qilsin. بك غير جود فها هو واقف يرجو العطايا وها هو قد شقوته ذليل تعطر ساجدا بين الحنايا أنا والذنب والتسويل جئنا وبين يديك أطلقنا خزايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد